Kanadadagi Xitoy parlamenti a'zosining Uyg'ur majburiy emgekini inkor qilishi g'ulg'ula qo'zg'adi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta mayli Kanada bo'lsin, mayli boshqa yerlarda bo'lsin, davomli holatda Xitoy bir shaklda o'zining tashviqotini qiladigan, o'zining gapini sotadigan birilarini setib olganligini, yillardan buyon bunday masalalarniki pat-pat chiqib turganligini bilamiz. Bu qatam bu Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk millatlarini majburiy emgakka selish jinoyati allaburun nupuzli dokumentlar, guvohliklar, hatto bo'libmi Kanadaninki qanchalik darajada e'tirof qilgan, hatto nurg'unlagan Uyg'urni qabul qilib, o'sha Xitoyning jinoyatlari sababli hozir turkumlab u yerga davlat tarafidan qabul qilinib, shu xalqimiz shu yerga kelayotgan bir mezgilda qilayotgan so'zlar bu hamda. Xuddi Kanada hech nimani bilmaydigandek bu Xitoyning o'ttirib qo'ygan so'zlari kulkilik bir masala. Munozir talab qilmaydigan bir masalaga aylanib bo'lgan bir masalani Xitoy bu yerda bu Xitoyninki zuvani bo'lgan bu Xitoy Kanadadagi Xitoy millatidan bo'lgan bir parlament a'zosining Uyg'ur majburiy emgakini inkor qilishi, parlament yig'inida Xitoy amaldorlari takrorlab kelayotgan iboralarni ishiltishi kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Bu ikki parlament a'zosi o'ttirsidagi munozara bu. 26 mart Kanada Avam palatasining komitet yig'inida oliy tadqiqotchi Margaret Johnston Xitoyning toklik avtomobillar haqida to'xtalganda inson haqlarini ko'zitish tashkilotininki 2024-yildagi dokumentini naql keltirib, Xitoy ishlab chiqargan ko'plagan toklik avtomobillar va zapchastlarning Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik ekanligini parlamentda ta'kidlagan Margaret xonim. Ammo buningga chidamagan Xitoy parlament a'zosi Ma Rongjing uningga orqama-orqa savol qo'yib, Xitoyning bu jinoyatini inkor qilishga urindi bu Xitoy. Dediki, Margaret xonimning qilgan savolida sizning texnika va tor bexatarlik sohasida oliy unvoningiz bormi? Yani bu yerda xiyolida uni mat qilmoqchi bo'lyapti-da, uni tuvan tushirib, yani orqa-orqadan savol qo'yib, uning salohiyatini tuvallatishga uringanda siz Xinjiangda majburiy emgak mavjud deb da'vo qilasiz. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? O'zingiz u yerga berib baqdingizmi? Yoki afqashdagi gaplarni anglab oldingizmi? Bak tunishlik bilinmayotgandi, qadrli ko'rmalar bu so'zlar. Buni butun Xitoyninki har qaysi davlatlardagi Xitoyning elchisi muxbirlardan savol so'ralganda berilgan Xitoy elchilari javob berdi. Angliyadagi Xitoy bosh elchisi qanchadan qatim butun muxbirlarga aynan bu gapni dedi. Xuddi bu Xitoyga Xitoy Beijingdan mesaj yoki lipapa bilan avatib mushunda degan deb avatgandaklam o'xshashlikqa qarab boqaylik. Bu so'zlarningki bu kalimalarning o'xshashligiga qarab boqaylik. Numussizlarcha Xitoyning elchilari chiqib xalqaro muxbirlar so'ragan vaqtida aynan shu jumlani ishlatmamdi. Siz xohlaganda Xinjiangga keling, ko'rib baqdingizmi? Xinjiangdagi hamma xalq anda yashayapti, mana shu. Afqashli gaplarni anglabsizlar, hammasi yolg'on. Bu iboralarning hammasini Xitoyning elchilari ishlatadigan so'zlar bu. Acaba Kanadadagi bir millat vakili parlament a'zosining og'zidan bu so'zning chiqib qolishi, o'xshash so'zlarning ishlatilishi bizni nimalarni o'ylantirdi acaba? Bu numussizlarcha iboralar. Margaret Johnston o'zining inson haqlari tashkiloti bilan yaqin aloqada bo'lib kelganligini javobida javob berdi. Aytib, men shuna inson haqlari tashkilotlari bilan yaqin aloqada bo'lib kelyapman deb savolga javob berishga tirishgan bo'lsa-mu, Ma Rongjing to'xtamay uning so'zini bo'lib, ha yoki yo'q deb javob berishga qistagan. Ko'rdinglarmi bu numussizliklarni? Qarab qo'yaylik bu numussizliklarni. Tafsilot kelmasa, ya ha degan yoki yo'q degan deb o'zininki qaymoqtirg'uchi savol bilan uni mat qilishga tirishyapti. Mazkur dialog ijtimoiy taratqularda tarqalib kuchli g'ulg'ula qo'zg'adi. Shu dialog qisqa shaklda parcha shaklda tarqatilib. İnsan haqlari faoliyatchilari Kanadadagi boshqa parlament a'zolari Ma Rongjingning bayonlariga kuchli norozilik bildirgandan sirt xuddi Xitoy rejimi bilan o'xshash suvanda gap qilgan mazkur Xitoy parlament a'zosi qarata tekshirish boshlash kerakligini ta'kidlashdi. Boshqa Xitoy naslligi, asli Xitoy bo'lgan boshqa parlament a'zolarimi bunga qarshi chiqqan so'zlar bor. Vaqt e'tibori bilan ularning hammasini tilga olmadik. Demak, yani bu Xitoyninki bu safsatisini, safsatilar qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala bo'ldi.
Hatta şu parlament a'zosi bunun qarta bu Xitoyga Marunjon qarta tekshirish boshlash kerakligini ta'kidlashdi. Shu ijtimoiy shu vositalarda qattiq qo'zg'olon qo'zg'agan ekan. Parlament a'zosi Michael David Chong bu haqda to'xtalib, bu ilgari Xitoy tarafidan jazoga uchirgan ilgari yillarda esinglarda bor. Jazoga uchirgan davomli shu haq tutganligi uchun jazo tizimligiga kirgizilganlarning biri bu. Bu vaqtda to'xtalib, Marunjonning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka gumon bilan qarashining kishini andishiga soladiganligini, amaliyotda bu masalada hech qanday shubha yo'qligini sonsizlagan axborot organlari va inson huquqlari tashkilotlarining bu vaqtda xabar dokumentlarini e'lon qilganligini, Kanadaning bu masala sababli 4 shaxs va bir organga jazo yurgizganligini, shundaqla Uyg'ur majburiy emgakiga ketishlik mahsulotlarining Kanadaga kirishini cheklashga tirishayotganligini bildirdi bu so'zida. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy parlament a'zosi Marunjon Hong Kongda tug'ilgan bo'lib, 12 yosh vaqtida Kanadaga ko'chib kelgan. Ammo afsuski, ya'ni allaburun Xitoy zihniyati bilan zaharlanib ketgan Xitoy ekanki, bu hozirgacha Xitoyning zuvani bilan gap qilyapti. Bu masala aslida kichik vaqtidan boshlab bu yerda cho'ng'igan ekan, hech bo'lmasa shu davlatning qimmat qarashlariga hurmat qiladigan, inson huquqlariga hurmat qiladigan bir inson bo'lsa-edi. Ammo afsuski, mayli Amerikada bo'lsin, mayli nada bo'lsin, tigi Xitoyda bo'lsa, bir yerlardan yana shundoq o'zininki Xitoylarga yon bosadiganligi, u zihniyatdan qutulolmaydiganligini nəhayət yaxshi bilamiz. Dünyama bilib yetyapti kundan kunga. Uzun mezgil siyaset bilan shug'ullangan Marunjon bultur dekabr oyida Konservativlar partiyasidan chekinib, Liberal partiyasiga qo'shilgan. Bu yil 1-oyda yana Kanada bosh ministri Mark Carneyga qo'shilib, Beijingga ziyoratga borganlarning ichida bor edi bu Xitoy.